Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Ziyor kanalimni ko'rgan xursandman. Hozirgi videomizda o'zi Smart TV yoki Smart Box o'zi qaysi birini olish kerak va Smart TV va Boxni plus va minuslarini ko'rib chiqamiz. Shu orqali sizga o'zi bu Smart TV yoki Smart Box olish kerakmi, yo'qmi bilib olasiz. Qani videoni boshlaylik. Smart TV eski yoki umuman televizoringiz smart emas. Yoki Smart bo'lgan taqdirda ham YouTube'ingiz yoki ishlamayapti, yoki Play Market ishlamayapti, yoki YouTube'ingiz ishlayotgan bo'lsa ham interfeysi eski va yoki misol uchun siz Turon internetdan foydalanasiz, sizga esa signalama ulab bo'lmayapti. Flashka orqali ham, umuman Play Marketingiz ham yo'q. Bunday holatda eng optimalniy variant bu Smart Box olish bo'ladi. Smart Box o'rtacha 250 ming 300 ming so'm turadi bozorda. Uni undan ham yaxshiroq sifatdagidan olsangiz bo'ladi. U 500 ming 600 ming orasida bo'ladi narxi. Bu o'sha bizani Mi Smart Boximiz yoki mini Smart Boximiz bo'ladi. Ya'ni переходникli bo'ladi. Uchi HDMI joyiga ulanib televizoringizga o'sha orqali foydalanasiz. Xo'p, undan ko'ra bozordan agarda Smart TV sotib oladigan bo'lsangiz, bu o'rtacha 1 million 200 yoki 1,5 million so'mni tashkil etadi. Bu albatta siz uchunchingizga ko'proq minus bo'ladi, lekin buni ham o'zini plyuslari bor. Hop, Smart Box'i minuslariga keladigan bo'lsak, uni alohida pult bilan boshqarishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa pult orqali. Hozir menda o'sha Mi Box turibdi. Mi Box'i o'sha pult orqali faqat boshqara olaman. Hop, interfeysi bunaqa bo'ladi. Hop, faqat videolarni HD format ko'ra olasiz. Agarda 4K sifatida ko'raman deydigan bo'lsangiz, alohida o'sha Smart Box sotib olishingiz kerak bo'ladi. 4Kli yoki 8K shu kabi Smart Boxni sotib olishingiz kerak bo'ladi. Hop, HD format va 4K albatta bu kino ko'rayotgan paytingiz yoki ko'rsatuv ko'rayotgan paytingizda juda ham ahamiyatli bo'ladi va pultdagi batareyka o'tirib qolishi, ya'ni siz alohida televizoringizga ham, alohida Smart Boxingizga ham batareyka sotib olishingiz kerak bo'ladi. Agarda yo'q, menga bunaqa kerak emas deydigan bo'lsangiz, albatta Smart TV olsangiz bo'ladi. Agarda iloji yo'q bo'ladigan bo'lsa, shu variant eng yaxshi hisoblanadi. Va ayrim Smart Boxlar, ya'ni hozir bitta Smart Box ko'rsataman. Ya'ni mana bu Green TV Smart Box'i. Bu Smart Box'i biz bitta abonentimizga tavsiya qilgan edik. Ya'ni ko'pchilikga tavsiya qilamiz. Ya'ni ko'pchilik o'sha ishlatib foydalangandan keyin unaqa ko'p muammo bo'lmaganligi uchun interfeysi o'sha Smart Android to'g'rog'i va bu yerda o'zini o'sha LAN porti ham bor. Agarda siz Wi-Fi orqali qoniqib foydalanmayotgan bo'lsangiz, albatta buni LAN porti orqali to'g'irlasangiz bo'ladi. Xo'p, nima muammo bo'lgan ekan bunda? Ya'ni Green TVda yoki umuman ehtimol bo'lishligi mumkin. Ayrim brend Smart Boxlarida siz ulaysiz, ulaganingizdan keyin foydalanayotgan paytingizda Smart Boxingiz yonmay qoladi yoki yongan holatda bo'lsa ham baribir buni o'chirib yoqishingiz kerak. Shunaqa holatlar ham bor. Bu o'sha Smart Boxingiz miyasini yana bir marta ishga tushirib, ishlatib yuborib va o'shandan foydalanishingiz uchun. Hop, buni aniq bir sababi bilmayman. Ehtimol agar yoqib o'tirgan bo'lsa, qizib ketgan bo'lsa, unga bitta perzagruzka berib yuborish kerakdir, shunaqa o'chirib yoqqan holatda. Bunaqa holat ham bo'lsa, bo'ladigan bo'lishi mumkin. Shuni ham agarda xohlamasangiz bo'lishini, albatta yoki boshqa firmanikini yoki o'sha Mi Box'ni olsangiz yaxshi bo'ladi. Smart TVni plyuslariga o'tadigan bo'lsak, Smart TVda siz bitta dona pult orqali boshqarasiz uni. Ya'ni sizda mana bunaqa pult bo'ladi yoki boshqacha. Bu brendga bog'liq va o'sha to'g'ri brendga bog'liq. Va interfeysiga misol uchun HDMI orqali o'tmaysiz. Hozir mana televizorimizda HDMI orqali, kabel orqali ishlayapti. Mana input joyiga o'tadigan bo'lsak, mana hozir antennaga qo'ysam, antenna yo'q. Prosta kanallar ko'rsatmaydi. Buni esa o'sha HDMI joyiga o'tkazib foydalanamiz. Bu o'sha boksimizni miyasini ko'rsatib beradi televizorimizga, televizorimiz ya'ni bizga ko'rsatib beradi. Va oladigan bo'lsangiz, Smart TV siz HDMI kabel ulab o'tirmaysiz, alohida pultingiz bo'lmaydi, alohida pultga batareyka olmaysiz. Agarda 4K sifatida bo'ladigan bo'lsa, bundan ham yaxshi. Ya'ni o'sha o'zingizni film va seriallaringizni 4K sifatida maza qilib ko'rsatuvlaringizni ko'rsangiz bo'ladi. Smart TV olayotgan paytingizda maslahat beraman. To'g'ri maslahatlar berib o'tganman oldingi videolarimda. Описаниеda yozib qoldiraman. O'sha Smart TV Box'ga qanaqa turib akkaunt ulash, internet nimaga qotyapti, o'shani yechimi va nega Smart TV Box qotish sabablari, shu kabi videolarni og'ir muammolarga videolar qo'yib ketganmiz. Shu videolarni описаниеda yozib qoldiraman yoki kanaldan topsangiz bo'ladi. O'sha yerdan kirib turib ko'rib, o'zingizning muammolaringizni yechimini olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Ziyor, keyingi videoda uchrashguncha xayr.